Tarixiy voqea bunaqasi hali bo'lmaganda O'zbekiston Eronda 2 ta gol urdi hamda jahon chempionatiga chiqishga yarim qadam qoldi. Azizlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Imat Ahmadjonov, sizlar Imat Futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi desak bo'ladimi azizlar? Kelinglar bugun sizlarga bu kechagi o'yin tahliliga o'tsak, kecha bizda 2 ta yo'qotish bo'ldi. Bu albatta Jaloliddin Masharipov hamda Oston O'runovlar edi, lekin ularni o'rnini ajoyib ravishda Hojimat Erkinov hamda Abbos Fayzullayev yopib berishdi. Himoya markaziga esa Umar Eshmurodov qaytgandi, lekin Abdulla Abdullayev ham Qirg'izistonga qarshi yaxshi uchrashuv o'tkazgandi, lekin u hujumkor himoyachiligi uchun Umar Eshmurodov maydonga tushdi. Eronga qarshi yaxshi taktika tanlanganda hamda birinchi gol ham urdik. Hammasi ajoyib ketayotgandi, lekin ikkinchi taym boshida, ya'ni 52-daqiqada Hojiakbar Alijonov out ochishda katta xatoga yo'l qo'yganligi uchun bizning darvozamizga to'p kiritildi. Himoyachilarimiz shoshib qoldi hamda Azmun bemalol emas, to'g'ri murakkab tarzda Tarimiga to'pni yetkazib berdi. Tarimi esa nimaga Interda yurganligini isbotladi hamda O'tkir Yusupovning darvozasini ishg'ol qildi. Undan ko'p o'tmasdan Abbosbek Fayzullayev ajoyib ravishda uzoq masofadan jarima zarbasidan gol urdi. To'g'ri, bu uzatma edi, to'g'ridan to'g'ri zarbaga aylanib ketib qoldi. Lekin nima bo'lsa ham yigitlarimiz zo'r o'ynadi. Himoyada ancha parapartishliklar bo'ldi. Shuning evaziga ko'p xavfli zarbalarni yo'lladi eronliklar. Ammo O'tkir Yusupov bugun ham qahramonga aylanishi mumkin edi agar o'sha ikkinchi gol bo'lmaganda. O'tkirni o'ziga tepib qo'yganda O'tkir to'sa olmadi. Tarimi ruschasiga aytganda Malninosni chaqmoq simon o'zini yurishi bilan gol urib ketdi. Men ko'p joylarda o'qidim. Videoni tahlil qilishimdan oldin O'tkir Yusupovga urilgan ikkinchi goldan oldin eronlik futbolchini qo'liga tegib qolgan videosi hamda rasmlari tarqaldi. Men ham birinchi bu yaqqol foul gol bo'lmasligi kerak edi deb o'yladim, lekin Qahramon Arslanov yozdi. Qoidalarga ko'ra hujum qilayotgan paytda darhol zarba berib yuborilsa, bu narsa gol inobatga olinadi deb yozilgan ekan. O'zbekiston terma jamoasida Hojimat Erkinov eronliklar darvozasiga ajoyib gol kiritib, bizni ruhlantirib yubordi. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston bugun yaxshi o'ynadi deyman, chunki birinchi golni urib olish juda ham muhim edi azizlar. Uchrashuvning eng yaxshi o'yinchilaridan biri O'zbekiston terma jamoasida Abbosbek Fayzullayev bo'ldi, chunki u juda ham ko'plab hujumlarni realizatsiya qildi. Favqulodda Farruh Sayfiyev ham juda yaxshi o'ynab yubordi. Eldor Shomurodovni yomonlaydi yo'lla, futbolni tushunmaydi yo'lla deb o'ylayman, chunki Eldor o'yinni o'ziga oldi, o'yinchilari allab o'tishga ko'proq harakat qildi hamda ajoyib paslarni bermagan bo'lsa ham ikkita o'yinchilarni olib zonalarni yaratib qo'ydi Eldor. 2 uchrashuvda 4 ochko to'pladik. Bu yomon natija emas. Bugungi kunda 17 ochko bilan ikkinchi o'rinda turibmiz. Eronda esa 20 ochko va ular jahon chempionatiga chiqdi. Kelgusi uchrashuvda durang ham bizni jahon chempionatiga olib chiqadi. Taqdirimiz o'z qo'limizda. Mag'lubiyat boshqa narsa bo'lib qolsa-chi deyishga o'rin yo'q, chunki O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklaridan aniq kuchli. Mehmonda o'ynaymizmi, Dubayda o'ynaymizmi, Badalavotda o'ynaymizmi, Dubaymi, boshqasimi farqi yo'q. Amerikada o'ynamaymizmi, baribir arablardan kuchliroqmiz azizlar. Biz jahon chempionatiga chiqamiz. Ko'pchilik jurnalistlar Qatarda yut bergan Qirg'izistonga rahmat, tashakkur aytishyapti. To'g'ri, ular mardonavor o'yin ko'rsatib juda ham kuchli raqibga qarshi g'alabaga erishdi, lekin bizga hech qanaqa aloqasi yo'q deb o'ylayman, chunki biz Eron bilan durang o'ynadikmi, bu yog'iga marra bizniki edi. Qirg'iziston yutqizsa ham biz chiqishimiz deyarli aniq edi. Xullas, nima deymiz, o'zingizlarning fikrlarini
yozib qoldiringlar. O'zbekiston terma jamoasi o'yini haqida, Zashtamiz haqida, Abduqodir Husanovni uncha yaxshi bo'lmagan o'yini haqida, Eldor haqida, Abbos haqida, hammasi haqida yozinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimiz bor, unga ham obuna bo'linglar. Xullas, sizlar bilan Ne'mat Ahmadjonov bo'ldi. Like bosinglar, kanalni podpishka qilinglar.